Biznesda birinchi e'tibor beradigan narsangiz bu reklama bo'ladi. Akamiz ikkita yengil lamon olib keldilar. Biz bularga tentli furgon qilib berganmiz va reklamalarni maksimal yoritib berganmiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, biz obzorni boshladik. Bu mashinada tuxum tashilgani uchun ichki qismini faner obshivka qilib berganmiz, polini bo'lsa atsinkovka. Chetlarini polniy germetika bilan qoplab berganmiz. Ahamiyat beradigan joyi kamera o'rnatib berganmiz. Xalqimizda bir gap bor-ku, qo'shnini o'g'ri tutma, o'zingni ehtiyot qil. Bu mashinaga qilingan ishlarni aytib o'tadigan bo'lsam, Corona tent furgon pechati bilan orqasi furgon bo'lgan. Borti 10 sm ga uzaytirilgan, gaz ustanovkasi ham bo'lgan, hamma hujjatlarni ham qilib berganmiz. Agarda sizlarga ham shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Termotentga murojaat qilasizlar. Bu mashinalar avtosalondan to'g'ri Termotentga kelib, hamma ishini bitirib chiqib ketyapti.